Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi suhbatimiz Shuhrat medali sohibasi, rang tasvirchi rassom Dilorom Mamedova bilan bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ijodingiz haqida gapirib o'tsangiz. Juda ham ko'p ko'rgazmalar qilganman. Taxminan bir 100 tadan oshiq shaxsiy ko'rgazma ochganman. Shaxsiy galereyangizga nazar tashlaydigan bo'lsak, ekologiyani tasvirlovchi suratlar juda ham ko'p ekan. Tabiatni tasvirlashda ko'proq nimalardan ilhom olasiz? Tabiatni o'zidan ilhom olaman. Masalan, juda ham ko'pman tabiatga chiqib, tog'larga chiqib, hatto o'zimizni botanический sadga chiqib, o'sha yerda ko'p asarlar yaratdim. Ekologiya degani umuman tabiat, tozalik. Kuz deysizmi, yoz deysizmi, bahor deysizmi, ijodkor rassom har doim tortadi. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, u ham hammasi ekologiya. Agar havo yaxshi bo'lsa, ijodkor ham tabiatga chiqib asar yaratadi. Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti tashrifi doirasida tashkil etilgan O'zbekiston va Ozarbayjon rassomlarining ijodiy uchrashuvi hamda tajriba almashinuvi qanday ahamiyatga ega? Ozarbayjon rassomlarining dunyosi sal boshqacharoq. Ranglari, ularning hayotga qarashi bizaniki umuman boshqacha, lekin biz birga qo'shilib, birga ijod qilib asarlar yaratganimizda biz bir-birimizdan juda ham ko'p narsani o'rgandik. O'zbek rassomlar bilan Ozarbayjon rassomlari ko'p asarlar yaratib, keyin biz katta ko'rgazma qildik. Xorazmda bizning prezidentimiz va Ozarbayjon prezidenti kelganlarida biz katta ko'rgazma ochib, o'sha ishlarni ko'rishdim. Mana asarim yoqib qoldi. Shunaqa ham xursand bo'ldimki, quvondimki, o'zim ham kutmagan edim. Keyin ularga sovg'a qildim. O'sha asarda men ularni Shusha degan shaharni ishladim. O'ylaymanki, o'sha juda katta plener bizlar rassomlar tomoniga ham, ularning rassomlari tomoniga ham juda ko'p qanaqadir yengillik berildi. Ijodkor ko'proq rassomlar bilan tanishsa, rassom o'sadi. O'zbekistonda tashkil etilayotgan mahalliy plenerlar milliy tasviriy san'atni rivojlantirishda qanday o'rin tutadi? O'zbekiston o'zida juda ham ko'p plenerlar bo'ldi. Masalan, Parkentda, Suqoqda, Samarqandda ko'p joylarga bizani jo'natishdi. Faqat kuchli rassomlar bormadi, talabalar ham bordi. Endi ijod qilayotgan rassomlarni qo'shdida hammamiz qo'shilib ijod qilganimizda juda ham qiziq bo'ldiki, chunki hamma bir-biridan o'rganishni boshlandi. Ertalab turib shu quyosh ko'tarilayotgani birga ishlayapmiz, lekin har bir rassomning ishini ko'rsangiz hammada har xil. Lekin bir-birimizdan ko'rib o'rganishni boshladik. Talabani ishini ko'rib, mana shu talaba ishdan o'zim ham hatto o'rganishni boshladim. Qanchalik ko'p mana shunaqa plenerlar O'zbekiston bo'yicha bo'lsa, juda ham ko'p rassomlar o'sishni boshlaydi va qiziqishni boshlaydi. Qashqadaryoda tashkil etilgan xalqaro plener haqida gapirib o'tsangiz. Pokistondan, Hindistondan rassomlar keldida, Qashqadaryoda G'ilon degan qishloq bor. O'sha G'ilonni ishladik, Sarchashma, Kul degan qishloqlarni ishladik birga. Ular bizning qishloqlarimizni ko'rib, tabiatimizni ko'rib, ular juda ham hayratda qoldiki, chunki ularda umuman boshqacha. Ko'proq akril kraskada chizar ekanda, biz ko'proq maslinda kraskada chizamiz. Ular shunaqa tez ishlashni boshladiki, men qiziqib qoldim. Voy, bu akrilda ham shunaqa ishlasa bo'lar ekan dedim. Hech men akrilda ishlamaganman hech. Hindiston rassomi orqali men ham qiziqib ketib, keyin akrilda ishlashni boshladim. Masalan, bu meni ijodimda juda katta bu rol o'ynadi. Rassomlar bilan birga siz qanaqadir ko'p narsani o'zingiz uchun olasiz. Mana shunday qilib keyin rassom ham o'sishni boshlaydi. Samarqandda bo'lib o'tgan COP14 tadbiri doirasida ko'chib yuruvchi hayvonlar haqida ko'rgazmalar tashkil etilgan ekan. O'sha haqida ham gapirib o'tsangiz. 30 ta rassom bo'ldi, 2 tadan 3 tadan ishladik. Juda ko'p asar yig'ildi. Juda ham zo'r ko'rgazma o'tdi. O'sha asarlarni, hayvonlarni chizib bo'lgandan keyin ularni rampga qo'yib, ekspozitsiya qilib, выставка qo'ysangiz, shunaqa go'zal bo'lib, shunaqa boy ko'rinar ekanda, hayvonlarning dunyosiga kirib ketgandek bo'ldim deb maza qildim. O'shanga juda ham xohlardimki, yana ham mana shunaqa katta tadbirlar, katta ko'rgazmalar bo'lsa-da, ko'p plenerlar bo'lsa-da, biz ko'proq shunaqa tabiatlarni, hayvonlarni ishlasak, ilhomlanib, maza qilib yana asar yaratgisi kelaveradi. Dilorom Mamedovani shu vaqtgacha to'plagan umumiy fondi, ya'ni kolleksiyasida qanday rasmlar ko'proq o'rin egallagan va mana shu galereyangiz haqida gapirib o'tsangiz. Shunchalik asar yaratdimki, hatto o'zimcha o'sha kunni ham adashib boshladim. Xorazmda ham yig'ilganda, u yerda ko'p asarlar yaratdim. Shahrizabsga taklif qilishdi, o'sha Suqoq, Parkent, ko'p joylarga bordimki, hozir o'zida meni ishim taxminan bir
50-60 taga yetib qoldi. Ekologiyani kolleksiyasida juda ko'p asarlarim bor. Men bundan juda ham xursandman, quvonaman, chunki bizga juda ko'p yordam qilishdi, bizani juda ko'p joylarga jo'natishdi. Biz o'sha orqali rassomlar biz juda ko'p joylarni ko'rdik va o'sishni boshladik. Sen asarlaringni qoldirsang ham u asar yashaydi. Chunki o'sha asarlar bilan birga juda ko'p joylarda hozir ko'rgazmalar qilishyapti. Mana chet ellardan mehmonlar keladi. Ular ko'rib hayratda qolishadi, biz ko'rib xursand bo'lamiz. Ekologiya milliy qo'mitasi tomonidan chet davlatlarida xalqaro ko'rgazmalar o'tkazilib kelinmoqda. Mana shunday ko'rgazmalarning ahamiyati haqida gapirib o'tsangiz. Yevropalarda bo'ldim, hatto Amerikalarda bo'ldim. Ko'rgazmalarda qatnashdim. Italiya deysizmi, Fransiya deysizmi, hatto Yaponiya, Koreya, Amerika, shunaqa juda ko'p joylarga borib keldimki, shunaqa ham katta menda tasavvur bo'ldiki, hatto o'sha joylarga borib, men ularni tabiatini, men ularni urf-odatini o'rganib, asarlar yaratib, xudo xolasa endi O'zbekistonda ko'rgazma qilmoqchiman. Masalan, menga juda katta bu turtki berdi. Yaratgan asarlarimni chetga olib chiqib, O'zbekistonni tanitdim. Katta uchrashuvlarga qatnashganimizda ular juda ham katta qiziqish beradi. Shunaqa ham bizani O'zbekistonga qiziqishadiki, shu O'zbekistonni o'ziga ham kelib, o'zimizni ko'zimiz bilan ko'raylik deyishadi. Bu ham katta yutuq deb bilaman. Ochilishi reja qilinayotgan Dilorom Mamedovaning 100 ta noyob asari galereyangiz haqida gapirib o'tsangiz. Xudo xolasa bu ko'rgazmamda men har xil yo'nalishda qo'ydim. Hatto bir 20-30 yil oldin yo'nalishda ishlagan ishlarimni qo'ydim. Bilasizmi, bu yerda bir 5-6 ta yo'nalishni ko'rasiz, lekin ko'rgan taqdirda ham siz meni taniysiz. Chapaqayman, lekin meni ko'rsa baribir tanishadiki, что bu Dilorom Mamedova. Yevropalarga borganimda ko'rdimki, zamonaviy bir asarlar yaratishni boshladi. O'sha narsa menga ta'sir qilib, o'zimni yo'nalishimda yangi uslub tug'ildi. O'sha uslubda ham bir 3 ta katta asarlar qo'ydim. Lekin meni ko'plar Dilorom Mamedova desa, eski shahar, tandir, o'choqlar, hovlilarni ishlaydigan rassom deyishadi. Haqiqatan mana shunaqaman, lekin bu ko'rgazmada meni boshqa tomonimni menda ko'rishadi. Rassomlar ko'rgazma tashkil etganda tomoshabinlar shunchaki kelib tomosha qilib o'z fikrini bildirishadi, lekin buni ortida mashaqqatli mehnat, rassom ancha tayyorgarlik ko'radi. Shular haqida ham gapirib o'tsangiz. Ko'rgazma qilish uchun birinchi shu tog'larga chiqasizda, o'sha yerda asar yaratasiz. Rassom xavotir oladi. Qanaqa bo'lar ekan? Tomoshabinlar qanaqa meni ishlarimni ko'rar ekan? Ko'rgazma qilish har bir rassom, ijodkor har bir asarini yaratish uchun juda katta mehnat qiladi. Keyin u tug'iladi. Tug'ilgandan keyin hamma qiziqib kelib ko'radi. Rassom chetda qarab o'tiradiki, tomoshabinlar reaksiyasi yoqarmikin, yoqmasmikin? Ko'rgazma qilgan paytda rassom o'zini xatolarini ko'radi. Bittasiga, bo'ldi. Keyingi safar shu narsamni to'g'rilashim kerak deydi. Rassomlar uchun bu juda katta baxt, omad va o'sish. Bugungi suhbatdoshimiz mahoratli rassom Dilorom Mamedova bo'ldilar va ularning fikrlarini tingladingiz. Suhbat uchun alohida tashakkur, minnatdorlik bildiramiz. Sizga ham rahmat.